Esselamu aleyküm ekükele. Parvaz ekükele. Emme tinchmi? Emme rozgar tinchmi? Kirib kelayotgan Hayit bayrami bilan tabriklaymiz hammani ekükele. 5,5 chiroqlik tulakimiz. Bundan ham xudo xolasa bola olamiz. Mekanlar büyülçü mekanlar ekükele. 3,5 kilo. Bitti melle mekan 3 kilo 200. Xudo xolasa bundan ham bola olamiz. Endi bizga ham issiq boshlandi. Xorazmga. Bu 1 yil tulak. O'zimga olib qolgan eng og'ir vazimli nima bu? Mushtilmaganman buni aka-ukalar. Zo'r narsa endi bola olamiz bundan xudo xolasa. Tuxumlar bo'ladi aka-ukalar. Xudo xolasa ro'zada skitkada bo'ladi tuxumlar aka-ukalar. Kimga qiziq bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Skitkaga tushiramiz. Katta oilani ham. Bular ikkinchi oila aka-ukalar. Birinchi oila tulak mekanlar. Bular jo'ja mekan. Xorazmimiz 1 yillik tulak. Sog' salomat bo'lasizlar aka-ukalar.